Assalomualaikum Ismoil kanal obunachilari. Bugun Ulug'bek ukamiz qo'y firmasiga Hoji buva, mana 15 ta qo'ydan pulingizdan baraka topayapman. Qo'ydan juni sayin baraka toping. Alloh barakasini bersin, bor baraka. Alloh razı olsun. Salomat bo'linglar, baraka topinglar. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Oldinda zo'rlari bor. Assalomualaikum Ismoil kanal obunachilari, chorvash qo'zlari, qo'ziq qo'zlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shovondamiz akalar. Ya'ni kim Ulug'bek ukamiz qo'y firmasi. Hurmatli obunachilar, bugun 12-iyun. Hafta kuniga payshanba. Hammalaringa kunlaring xayrli va maroqli o'tsin deb videoni chiroyli boshlayveramiz. Akalar, sizlar bu donadan qaynoqqina layklar bosib, Alloh qo'tlab tursin. Bavraka assalomu alaykum. Ismoil kanal obunachilari. Aka, bugun qo'yda arzon chiqaraman, xudo xolasa. Bilasizmi, men birovdan so'rab o'tirmayman. Dangal tars sotam. Ene bitta gap aka, futbol va qizamasidan. O'zbekiston bora kuchayib ketganligi uchun ham bugun o'ta xursandman. Men ham xursandman. Ishon xursandmisiz? Futbolga qizamaydigan odamlar ham xursand ishani. Men ham shu umuman futbol ko'rgan emasman, o'rtoqlarim ko'rganda ham. Lekin ishonaman, xursandman, O'zbekiston kuchaydi. Bu O'zbekiston kuchaydi-da, bizga xursandchilar bayram. 2,5 dan chiqaraman degan qo'ylar 24 dan chiqaraman aka. Qo'ylarni 100 ming arzonlataman. Qo'y qimmatladi, hamma bilib turibdi-da buni. Lekin men arzonlataman aka, xursandchilikqa men o'ta xursandman-da. Qo'ydik. Men 39 ta ekan. Soni 39 bor. 15 ta qo'chqor. 15 ta qo'chqor. 24 ta sovliq. 24 ta sovliq. 24 ta irg'och akalar, 15 dona qo'chqori bor. Qo'y qo'laman, ko'paytiraman, yoshidan bo'lsin sekin o'zim tarbiyasini qo'laman degan aka-ukalarimiz uchun. Xo'p, yosh oyliklari. Aka yosh oyligi 5 oylik. 5 oylik. 5 oylik. Yerdan balandligi 65. hurmatli obunachilar, yosh oyliklar 5 oylik bo'lsa, yerdan balandligini 65 plus. Akalar, endi 5 oylikda ham plus minus deb ketdilar, chunki halol bo'lgan yaxshi tepasida bo'lmagan akamiz ham. Cho'pon aytgan gapini aytdilar, to'g'rimi? Albatta aka, albatta. Shuni so'rab, shuni aytamiz biz. Qachon tug'ilgan, qachon yo'q so'rab olib. Yo'q, uni endi sudda bo'lmaganmiz aka, ko'rilmagan. Gap yo'q. Plus minusini o'g'il o'rasida xudo xolsa. Xo'p, uka endi buni yeb ichar sog'lik salomatligi sinaldimi? Aka, uyga borgandan keyin yana sinab olish o'ra, yeb ichar udor aka. Ukol vaksinalar bo'lgan. Ukol vaksinasi cho'ponda bo'lgan, bizda bo'lmagan. Cho'ponda bo'lgan. Cho'ponda bo'lgan. Hurmatli obunachilar, ukol vaksinalar bo'lgan, o'zi cho'ponlar ham postoyanno ukol vaksina bilan qiladi, dalada vaksinasi bo'lmaydi. Iloji boricha vaksina qilib, keyin boqiladi. Xo'p, Ulug'bek. Aka, narxi. aka, narxi bir joyga 2,5 million so'mdan qo'yaman dedim. Lekin aka tushib beraman narxini. Aytdim-a, u dedi boshida ham aytdim. Pitbullda yutganligimiz uchun 2 million 400 ming so'mdan bir joyga olishaversin. Unaqa 50 ming o'tib beray ekan, bu unaqa emas. 2 million 400 mingni olsin, mana shu qo'y 39 ta. Harom-xorlar buni almashtirib, bunaqa narsa kerak emas. Mana shu qo'yni chiqarib beraman, kim olsa. Dastlabgachi? Dastlabkasi meni bo'ynimda aka. Qayerga chiqib beramiz? Uyda sinab oladi qo'ydi, deydi eshitdik. Dastlabga qayerga? Dastlabki Samarqandga. Besplatni. Besplatni. Hurmatli obunachilar, Samarqandga besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Faqat like bosib, qo'llab-quvvatlab turishlar bo'ldi. Kanalga obuna bo'lmay ko'rayotganlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 85% odam obuna bo'lmay ko'rlar. 15% odam bizni kuzatayotgan ekanlar, obunachi ekansizlar. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar, xo'sh. Tanlab olsinmi bular? Aka, tanlab olsa qo'chqorlari bor aka. Hop. Endi buni qo'chqorni bunday kirib turib, bunday tortsa, buni qo'chqorni 27 qo'yapti bolalar aka. Mana buni bitta u deyishmas, mana bunday tortsa ham mana. Ko'ryapsizmi? Tortsa ham aka. Tanlabga qo'chqorni 26 dan tanlab olsin. Chepchi hayrini qilib dastlabga qo'yamiz. Ikkita olaman degan 26 dan chiqarib o'raveramiz. Aka, endi bo'lar. Hurmatli obunachilar, 2 million 600 ming so'mdan qo'chqorlarni tanlab olsalar bo'laveradi. Sovliq olaman degan odamga shu 23,5 dan beraveradi. 23,5 dan olchilar. 23,5 dan olchilar. Sovliq hammasini olaman deyishga odamga ham kelishtirib hammasini video qilib chiqarib beramiz. 24 ta sovlig'ini o'zini addini olaman degan 2 million 300 ming so'mdan aka. Ketaveradi. 2 million 300 ming so'mdan ketaveradi bir joyga. 24 ta sovlig'ini hammasini oldim, shuni ichida og'irsa sariq sovliq 4 ta o'zi. Hurmatli obunachilar, 2 million 300 ming so'mdan ketaveradigan variant. Akalar, o'zi arzon qo'ydi, o'zi qolmayapti, mana bu arzon haqiqatdan. Telefonning aloqaga chiqing. Tez bo'lsangiz ishlang bitadi. Ukamiz bittasi bor, aytganiga sotmaydi. Chiroyli qilib, xayr barakasini qilib o'tib beradigan joylari bor ekan. Bizdan uzoqlashmang, oldinda. Aka, narxni aka o'ta yengil qo'yyapman. Bor aytyapman, o'ta narxi yengil. Olsin. Men birovdan so'rayman, sherigim yo'q, bitta o'zim. 10 mingdan qolsam 80 ta qo'yim deb ketadi aka. Sotaman. Bugun sotamadi hozir. Telefon qilgan odamni ishini bitiramadi xolos. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga narxi yengil arzonidan haliga aytaman-ku.
ariq bo'yida o'zini o'zi to'yg'izadigan bezrasxod holatdagi qo'chqorlar. O'sha maktabda mana ta'limga chiqqan bolalarga 4 ta bir abersalang dahosi o'zini o'zi boqib 3 oyda yaxshi daromadga ega bo'ladi. 5 taga 6 ta. 5 taga 6 ta. 5 ta, Qo'chqor, 6 ta sovliq. sovliq. Yosh o'yligi? Cho'yliq. Yosh o'yligi 3 o'yligi. Agar qulog'i butun, kalla boshlari o'ta chiroyli ko'rsatib, Yerdan balandligicha buni 60. 60 ga olishadi, ha? Ya o'lchamaganman, aka shu qo'yga olishaveradi, lekin o'ta pastmas ko'rib tursiz, katta qo'zi. Aha. Masalan, telefonda ham ko'rgan odam o'zi odamlar bilar ekan, Bobur aka bu qanday qo'y, qanaqa qo'yligini mendan yaxshi aytayapti. Shunaqa bo'yli, shunday qo'ying bor ekan deb aytayapti. Ko'rsin, yedishisiga 10 kun sinab olishadi. Yeb ichish var shu udor qo'yiladi. Gap bo'lsin xolos. Hurmatli obunachilar, yeb ichishda vashim zo'rini olaman degan kira 100% garantiyasi berib sotiladigan ha bular. 100% aka bizda garantiyasi 100% beriladi, bilasiz. Qo'ylar bitta ko'rsating buni kalla boshlari ham. Unaqa dumbasi osilgan xunuk kichkina dumba go'shtdor sifatli qo'y bo'ladi aka. Mana quloqlarni ham ko'ring. Toza, birattasini kesigi yo'q. Bildagi qurvolliqqa qo'chqor sovliqqa boqib sotaman degan odam shu bir qurvolliq qo'ygan 5 million bo'ldi aka. Gap bo'lishi mumkin emas. 10 tasini, bittasini so'yib 10 tasini chiroyli qilib boqsa ham 5 milliondan so'sa 50 million pul bo'ladi. Bil masalan 4 millionga qo'yib bermadi qurvolliq aksariyat. Da? Gap yildan keyin ham 5 million üstü bo'ladi, lekin 5 dan sotsa ham 50 pul bo'ladi. Hop. 11 tasini. Bir joyga aka 2 million 100 ming so'mdan beraman. Unaqa 22 va 23 tushaman, unaqa emas. 2 million 100 ming so'mdan olasin aka. Uka arzon chiqar, soat deganligimiz uchun. Gap bo'lishi. Uni hali chiqarib olib beyda reklama qilish uchun emas, sotish uchun qo'yyapsan. Arzon chiqar, 40 sotib aka sotib oldimda men ham sen ham xursand bo'lamiz deganligingiz uchun qo'yyapman. Gap. Hurmatli obunachilar 2 million 100 ming so'mdan juda chiroyli narx bo'ldi. Ko'rib turibsizlar narxlarni ham. Mana bu qo'ylar arzon haqiqatan. Olish kerak, boqish kerak, foydalanish kerak. Chunki hademay bu qo'ylarni qidirib ham to'g'ri bo'lmay qoladi. To'g'risida o'zi sezon emas, bu yil ulug'bek. Sezon tugadi aka. Ha. Bolalar qo'y topolmay qiyin. Joni halak. O'shinaqa. Qo'y topolmay joni halak. Shuning uchun akalar like'lar bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Oldinda keyingi partiyalarimiz. Endi buni tanlab olishsa, qo'chqorning sovlig'ini olamiz deysiz. Aka qo'chqorini, sovlig'ini olsa ham farqi yo'q. O'sha aytilgan narx ketaveradi. Uni haliga bunday yo'qasi yo'q, ketaveradi. Masalan, 5 ta qo'chqorni olsa ham chiqarib beramiz, 6 sovlig'ini olsa ham chiqar. Bu arzon narxda tabobir aka. Buni bunday emas. Arzon narxda olgan odam hammasini olsa, o'bshim maza qiladi. Imkoniyati bor, musofirdan, pensionerlar olib, kecha kepagini berib boqib tursa aka, haqiqiy pulni bitta mashinani puliga beradi. Zo'r qarab tarbiyalab qo'ysa. Aka shu 11 ta qo'y. Agar imkoniyat bo'lsa hammasini qilsa yaxshi bo'ladi xolos. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing akalar. Oldinda keyingi partiya like. Like akalar, faqat biz shu kanalimizni rivoji uchun o'tib qo'shishlar akalar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga puli o'ta arzon, o'ta qulaydan bo'ladi. Xo'p, soni berdan eshitgan Ulug'bek? Aka 6 ta. Soni 6 ta. Erkak mana ikkisi. Bitta erkak, 5 ta sovliq. O'zidan o'zi ko'payaveradi. O'z ko'payadi aka. Haqiqiy ko'payadi, xudo xolasa. Chiroyli qarasa, yemini berib, quloqlari butun. Bunda kalla boshlarini ham ko'rsatib, toza qo'ylar aka. Xo'p, buni yosh o'yinlarchi? Yosh o'yinlar 3 oylik aka. 3 oylik narverdagi jonivorlar. Xo'p, Ulug'bek buni narxini necha pulga beramiz-ku? Aka, buni narxini bir joyga olgan odamga boladagan 1 million 700 ming so'mdan beramiz. Yashayapti, o'ta xo'r ekan, qonun. 1 million 700 ming so'mdan. 1 million 700 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. Rahmatni aytib duo qilib qo'yishadi aka. Qayerda dastavka qilamiz? Toshkent. Hurmatli obunachilar, Toshkentgacha 1 million 700 ming so'm dastavkasini qilib yetkazib beriladi. Mana arzoni kerakmi? Mana arzon sizlarga qulay. Bitta tovuq puliga bo'lyapti, akalar, salkam. Like bosib qo'llab-quvvatlab turish kerak xolos. Xo'sh, imkoniyat bo'lsa hammasini bir joyga olinglar akalar, haligi. Ajratmasdan ichida shu 5 ta urg'achi, bitta qo'chqor bo'lib o'zidan o'zi ko'payib yuraveradigan variant Alloh xohlasa. Xo'p, shu bilan videolarimiz akalar o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bir doim like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Like tekin akalar, like. Meni qancha ko'proq mehnat qilishingiz sabab bo'ladigan narsa akalar. Salomat bo'ling.